Mana Bo'ka tumanida Abduqoyaz Nuriddin fermer xo'jaligi rahbariman. Rejani bajarsam ham mana kombayndan o'qilib, mana shu xodimlarni olibda mana Elyor aka boshchiligida o'rib ketyapti. Majburiy. O'g'irlik bo'yicha o'rib ketyapti. Mana kombayn ishlayapti. Mana mashina. Mana xodimlar. Mana ichki ishlar vakili Elyor aka. Mana shu o'rib ketyapti. Majburlab olib ketyapti. Mana kombayn majburlab o'rib olib ketyapti. Ilojim yo'q, ijtimoiy tarmoqlarga chiqaraman. Mana men sizlar xodimlar o'tiribdi. Ona ichki ishlardagi vakili Elyor aka. Familiyasini bilmayman. Ijtimoiy tarmoqlarga chiqarib, mana prezidentimizdan yordam so'rayman. Mana kombayn. Rejani bajarsam ham olib qo'yyapti. O'g'irlik bilan olib qo'yyapti. Mana kombayn to'kdi bug'doyni. Yana o'rishga tushyapti. Mana xodimlar, mana Elyor aka. Chiqqan negativ ma'lumot 1 soat ichida viloyat hokimiga yetkazilishi kerak. Ko'pi bilan 3-4 soat ichida rasmiy veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda dastlabki o'rganish natijalari e'lon qilinishi kerak. Ya'ni o'rganyapmiz yoki ko'rdik buni, haqiqatan ham bizning viloyat bilan bog'liq bo'lgan, bizning tuman bilan bog'liq bo'lgan masala deb fikr bildirish kerak. 24 soat ichida mazkur voqelik yoki hodisa bo'yicha aniq sizlarning pozitsiyalaringiz bo'lishi kerak.